Assalomu alaykum vatandaşlar. Bugungi Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 8 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharqi Turkiston surgun hukumati Bosh minister Salih Xudoyor efendimni bu ekranimizga taklif qilish sharafiga erishdik. Salih efendim ekranimizga xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Sharqi Turkiston surgun hukumati Bosh minister Salih Xudoyor efendimni hammamiz bilamiz. Salih efendim da'voga kirgan kunidan boshlab Sharqiy Turkiston mustaqillik uchun kurash qilib kelyapti. Hargizmi o'z xalqiga, Uyg'urga mustaqillik, boshqalarga boshqa gapni qilmadi. Bugun Salih Xudoyor efendimning siyosiy qarashlari bilan texmi inchik tanishish yuzidan ushbu ekranda ham suhbatda bo'lamiz. Ham Salih efendim, birinchi savolimiz hozir hamda 1-oktyabr yaqinlab kelyapti. Bu kun nurg'un Uyg'ur tashkilotlari va aktivistlar tarafidan Xitoyning Sharqi Turkistonga tajovuz qilgan kuni deb qaralib kelyapti. Sizningcha bunda qarash qanchalik darajada to'g'ri? Siz yana qaysi kunlarni diasporadagi Sharqi Turkistonliklarning diqqatini chekishini tashabbus qilasiz? Yana qaysi muhim kunlar bor deb tashabbus qilasiz? Shuni bir deb bakkan bo'lsangiz. Bu nayt yaxshi savol bo'ldi. Bu 1-oktyabr asosan Sharqi Turkiston bilan o kadar cho'ng bir munosabati yo'q. 1-oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasininki hokimiyatga kelib, atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilgan kuni. Ya'ni Sharqi Turkistonni istilo qilgan kuni emas, ishg'ol qilgan yoki tajovuz qilgan kun emas. Biz arxivlik qarasak, tarixiy hujjatlik qarasak, Xitoy komünistlarınınki atalmış Xalq Azadlık Armiyası, yani Xitay Xalq Cumhuriyetininki atalmış Xalq Azadlık Armiyası Şarkı Türkistan zımınıga şu 12 Oktober'da tecavüz kılışka başlaydı. Şu günü Şarkı Türkistan'a tecavüz, yani Xitay Xalq Cumhuriyetininki Şarkı Türkistan Cumhuriyetiga, Şarkı Türkistan zımınıga tecavüz kılgan günü şu günü. Asıl doğrusu. Bizninki xalqimizningki dünyadagi Sharq Turkistonliklarniki muhim deb qaraydigan kunlardan nechisi bor. Nechisini biz bilamiz. Masalan, 11-ayning 12-si Sharq Turkiston mustaqillik, ya'ni Cumhuriyetlarininki mustaqillik kuni. Onundan sırat G'ulji qirg'inchiligini xotirlaymiz. 5-fevral, 5-aprelda ba'zilarimiz xotirlaymiz, ba'zilarimiz nima qilmaymiz, unutib qolamiz. 1990-yildagi 5-apreldagi Barin Sharq Turkistonning mustaqillik uchun Barin inqilobini tabriklash kerak, xotirlashimiz kerak. Ondan sırat yana bir muhim kun bor, u bo'lsa 12-ayning 22 kuni. Ya'ni biz uchun qor bir la'natli kuni desak bo'ladi. Davlatimizni shu kuni yo'qotib qo'ydik. Ya'ni 12-ayning 22 kuni 1949-yilda Xitoy Cumhuriyeti, Xalq Cumhuriyeti, atalmış Xalq Cumhuriyeti ninki atalmış Xalq Azadlık Armiyasi Sharqi Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashlaydi. Ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyetini ag'dirib tashlab, Sharq Turkistonni atalmış Xitoyning o'zining tilida deydigan yangi zamin, yangi tuproq o'lkalik hukumat deb ashunga o'zgartirdi. Bu kuni biz uchun qor kuni, ya'ni bizningki davlatimizni yo'qotib qo'ygan kunimiz. Shuning uchun o kunda biz ammiyada namoyish qilishimiz kerak. Az hech narsa qilmaganimizda qarshi bu noroziligimizni bildirishimiz kerak xalqaro. Davlatimizningki ishg'oliyatiga ko'z yumib qolmaydiganligimizni nim qilishimiz kerak va davlatimiz majburiy qurolliq holatda Xitoyningki istilosi bilan, ishg'oliyati bilan davlatimiz ag'dirilib o'tganligini la'natlashimiz kerak va xalqaroga bizningki yana qaytadan mustaqilligimizni asli keltirish kurashimizdan hargizmi voz kechmaganligimizni
xalqaraga bildirishimiz kerak. O'zimizmi bu lanetni unutmasligimiz kerak. Ondan qarasak, masalan, bu 10 ayning 12 kuni, ya'ni 12 oktyabrda o kundami namoyish qilishimiz kerak. Masalan, nurg'un atalmış demokratik tashkilotlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, başka milletler bo'lsin, Tibetliklar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, bu 10 ayning 1-ni da namoyish qiladi. Chunki Xitoy Xalq Cumhuriyeti qurilgan kuni shu. Ammo Sharq Turkistonga Xitoy Xalq Cumhuriyeti, ya'ni Xitoy kommunistlari tajovuz qilgan kuni 10-ayning 12 kuni va bu kunda xalqarada ammiyada yolg'iz bo'lsaqmi, bir kishi bo'lsaqmi, shu xalqarada o'zimizning turishliq davlatning mayli parlamentida bo'lsin, Aqsaray oldida bo'lsin, Tashqi ishlar ministrligining oldida bo'lsin, bu istiloga, bu tajovuzlikqa la'natlaydiganligimizni va biz Sharq Turkiston xalqining yana izchil mustaqilligimizni asl keltirish uchun kurash qilayotganligimizni va hargiz voz kech mustaqilligimizdan, davlatimizdan, zaminimizdan, vatanimizdan voz kechmaganligimizni xalqaraga bildirishimiz kerak. Rahmat. Bundan sonra yana ba'zi kunlar bor. Milliy armiya kunimiz 8 aprel hammadan biladigan yaqin 20 yilda bo'lgan Ürümçi qirg'inchiligi bor. Ondan sonra aslida davlat sifati bilan qilishning bir nimasi ba'zi davlatlarda inqilobiy kun deydi. Masalan, inqilob boshlagan kuni Sharq Turkiston mustaqillik, milliy mustaqillik harakatini shu nima Qumul 1931-yildagi Qumul inqilobi boshlagan vaqtda rasmiy şu Cumhuriyetimizninki qurilishiga keyin birinchi Cumhuriyetimizning qurilishiga shu inqilob boshchilik qildi emasmi? Agar tarixchilarimiz va boshqalar siyosiylarimiz to'g'ri ko'rsa, shu 20 fevral, ya'ni Qumul inqilobi boshlangan kunni aslida Sharq Turkiston inqilobi kuni deb bekitsakmi bo'ladi. Agar to'g'ri ko'rsak. Ondan sonra yani şu mühim kunlar bor. Rahmet. Endi biz odatda namoyish chiqargan kunlardan sirt 12 oktyabr bilan 12 ayning 22 kuni 2 kunni dedingiz. 12 oktyabr Xitoylarning tajovuz qilgan kuni. 12 ayning 22 kuni biz vatanimizning mustaqilligini yo'qotib qo'ygan kuni. Bu 2 kun chuqur namoyish bilan o'tirib chiqib tabriklashga arziydigan yoki bo'lmasa namoyish bilan o'zimizning irodasini ifodalashga arziydigan kundir. Hatırlaydigan. Bu tabriklaydigan kunlar emas. Buni lanet bilan Xitoyni la'natlaydigan, albatta Xitoy qarshi turgan kun bu. Bundan keyin ikkinchi savol. Siz yaqinqi bir maxsus obzorda vatanimiz nomini Sharq Turkiston deb elishni Xinjiang yoki Uyg'ur rayoni deb almaslikni tashabbus qildingiz. Siz buni faqat bir so'z ma'nosi masalasi bo'lib qolmasdan, balki chunqur siyosiy va kultural ma'nosi borligini ishkirlab so'zlab bera olasiz. Texnik chunqurlagan holda bizning xalqimizga tushuntirib bera olasiz. Albatta, bu maqolani inglizcha yozgandim, chunki biz shu xalqarani bizningki davosimizni, bizning vatanimizni tushunish uchun nima uchun davlatimizning ismi Sharq Turkiston, nima uchun Sharq Turkiston deyish kerak haqida inglizcha maqola yozgandim. Ya'ni Sharq Turkiston degan Turkistonning sharq qismi. Turkiston aslida 5 va 6 asrlarda tunji qitim ishiltib aslida Sovet ya'ni Fars tiliga yaqin keladigan turkninki shu vaqtdagi Köktürk davlatininki, ya'ni Sharq Turkistonda qurilgan Köktürk yiltizi, uning markazi Köktürk davlatininki chiqishi shu Sharq Turkistonninki shimolidan chiqdi Köktürk davlati. Shu va butun asosan shu bugungi hammamiz biladigan O'rta Osiyoga zaminlarini egalladi Köktürk davlati. Va Köktürk davlatini shu vaqtdagi Köktürklarning o'zininki
davlatchilik nimsida turk ilik, ya'ni turk ilik va turk ili deb atıldı. Şu Orxun yazıtları qarasak, aşağıda deyiladi. Hamda Turkiston degan u so'g'itcha, ya'ni farscha, shu turk ilik degan gap. Bu hem bir siyasi atalgı, çünkü Köktürk devletininki nomi. Hem coğrafi, çünkü umumi O'rta Asya'nınki atalgısı. Çünkü bütün O'rta Asya şu Köktürk devletininki hükümranlık aslında. Üçüncüden bu hem cultural manası var. Çünkü üyadaki yaşayotgan halklar asasen Türkiye milletler. Şunun için bu yani Türkistan deb atılgan. Bu Türkistan deb atılıp şu 18. asırninki oturlarda şu garip şunaslar, şu garipninki tarihçileri, xarit sızgan coğrafyaçıları ve siyasolları şu Pamir ve Tanrıtağ'ninki şark tarafını bilen garip tarafını tağ'ninki nimisi bilen ayrışı bilen bir tarafını Şarkı Türkistan, bir tarafını Garbi Türkistan deb işletishga başladı. Ve bu 1800 yılınınki başlargacha asasen umumlaşıp bo'lgan. Şu 1700 yıllardan tatip hozirgacha qarasangiz, şu 49 yıllık xaritaga qarasangiz asasen Şarkı Türkistan deb tilga devletimizningki, yani vatanimizning ismi. Keyin mustaqillik e'lon qilgan vaqtimizda 33 yilda va 44 yilda bizningki ajdodlarimiz devletimizning ismini Sharq Turkiston Cumhuriyeti deb qurdi. Chunki u Sharq Turkiston biri umumlashib bo'lgan, g'arbninki boshqa chet ellikning nimisida. Ikkinchisi, bayam deganimdek, bu yiltizi 5-6 asrdagi Köktürk davlatiga tutishidi. Bu masalaga kelsak, nima uchun Xitoylar Sharq Turkistonga o'ch, nima uchun Uyg'urlarni Turkiy xalqlar emas deb tashviq qiladi? Chunki agar Xitoy Sharq Turkistonga o'chmanligidan bo'lishining bir cho'ng sababi Turkiston degan hem siyasi atalgı, hem coğrafya atalgı, hem medeni atalgı, tarihi atalgı bo'lganligi uchun şu Köktürk devletiga tutuşidiganligi uchun uningdan nima qiladi? Siyasi, yani devletimizga, devlet igilik huquqimizga, devletchiligimizga kapolatlik qiladigan bir isim. İkincisi, Uyg'urlarni Xitoylar masalan Mongoliyadan keldi deydi-da. Mesela bizni yerlik emas deb bizni Uyg'urlarni Mongoliyadan keldi deb aşında yolg'on teşvikatını qildi. Bu tamamen yolg'on, çünkü biz o tarixdan beri Sharq Turkistonda yashab keldik. Yiltizimiz shu Sharq Turkiston chiqiqlar Uyg'ur xalqininki. Neçe ming asrlarda neçe ming istiloga uchirdik, neçe ming urushlar ve bazı kısım Uygurlar istiladan azsallık bazı kısımlarımız şu vatanimizden mecburen hicret kılışka bulduk da bazı yerlere oturasan ba taraflarından tatip A taraflarına hicret kılışka mecbur bulduk. Xuddi bugünkidek. Bugün mesela biz chet elde hicret haletde, sürgün haletde yaşayotimiz. Ama bizning yıldızımız azaldan Sharq Turkiston. Buni qon, DNA genetik orqaliqmi, masalan tekshirish orqaliqmi bizningki shu yerlik xalq ekanligimiz necha qatim pakitlandi. Turg'un Almasning kitobidami, Uyg'urlar degan kitobidami deb ayni deyiladi. Bu Mongoliyaga ko'chib ketgan ba'zi qism qabilalar uning asli yiltizi Sharq Turkiston. Ular istila, masalan Köktürk devleti istilaga uchirgan vaqtda ba'zilari şu Mongoliyaga, ba'zi qabilalar Mongoliyaga ketishga majbur qildi. Asosi uningki yiltizi Sharq Turkiston. Xuddi biz bugun chet elga
qaytib ketishga sürgün bo'lib chiqishga majbur bo'lgandek. Xitoyningki ular Uyg'urlar Mong'oliyadan deyishi asossiz, hiçbir nima tarixga nimaga ega emas. Asli biz atogin Sharq Turkistonga inshaalloh qaytimiz. Yaqin kelgusida mustaqil Sharq Turkiston qaytimiz. Shu qaytgan vaqtda Xitoy bizni sen Amerikadan kelding, sen bu yerdinki degandeklam bir masxarlik işte. Bu mühim nokta deyish uchun nima uchun Sharq Turkistonning muhimligini bir baber. İkinciden bu Xitoyninki atalmış Şinjan degan, yani yangi zamin degan nimasi atalg'isi u biz uchun bir haqoratlik. Buni bizning og'zimizdan qat'iyan chiqmaslik kerak. Bu bir. Shuning uchun u Xitoyning atalg'isini ishlasak, biz Xitoyninki Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini atalmış hukmronligini qabul qilgan bo'lamiz. Xitoy hokimiyatini qabul qilgan bo'lib qolamiz u vaqtda. Shuning uchun Sharq Turkiston deb izchil menishimiz kerak. Uchinchidan bu yangi vaqtlarda biz 2018'deki Sharq Turkiston deyishni asosan umumlashtirdik o diasporamizda. Borum bazı teşkilatlar Şinjan Pinjan deb davrdi. Hamda ulamo ve bazı chet ellik şulga yan basadigan otur yol tanlaymiz deyotganlar yana bir atalg'ini chiqadi. Atalmış Uyg'ur rayini. Bu bizningki milliy mustaqilligimizga, davlatchiligimizga zid so'z. Uyg'ur rayini degan. Masalan, Qozog'istonning Uyg'ur rayini, Almatidagi Uyg'ur rayini desa, u Almatidagi Qozog'iston davlatga bir rayon desak, bir davlatga, bir siyosiy nimaga tava. Ya'ni bu o'zi bir davlat emas. Bir ayrim zimin emas degan gap. Ya'ni bir nimaning parchasi degan gap. Ya'ni ayg'ida, ya'ni bu Xitoyning parchasi degan ma'noga keladi. To'g'ri. Biz Xitoyning bir parchasi emas. Biz Sharq Turkiston ishg'ol ostidagi bir davlat. Mayli buni xalqaro e'tirof qilsin, e'tirof qilmasin, biz o'zimiz e'tirof qilishimiz kerak. Shuning uchun biz og'zimizdan doim Sharq Turkiston chiqish kerak. Xitoyning la'nat nimasi chiqmaslik kerak. Yangi o'ydirilib chiqqan narsani ishlatmasligimiz kerak. Agar biz davlatimizga sodiq bo'lamiz desak, biz nima desak, masalan, asta-asta g'arbliklar tunussak, ular biz nima desak shuni deydi. Masalan, Tibetliklarni nima ish qilmadim Tibet deydi. Nima uchun Xitoyning nimasidagi Xizang demaydi yoki boshqa bir nima demaydi? Chunki Tibetliklar izchil. Kimga bo'lsa bizning davlatimizning ismi, vatanimizning ismi Tibet. Buni so'zlama. Men doim deyman chet elliklarga. Bizning ismimiz, davlatimizning ismi Sharq Turkiston. Men gap qilgan vaqtda Sharq Turkiston deb gap qilsa, oldingmi deb tushundiramiz. Tushungandan keyin, bu tushundirsak, bu ma'qul deb hurmat qilib anglaydi. Azroq tushunish berish kerak. Shuning uchun masalan nurg'un matbuotda, televizorlarda, radioda shu nimalar, chet elliklar meni ziyorat qilganlar, ular Sharq Turkiston deydi. Biz aslında ügetdik kulağa sen Sharq Turkiston deysa. Çünkü benim zaman devletimning ismi Sharq Turkiston. Biz Sharq Turkiston devletimizning ismi. Tarixiy nimasi bor? Az deganda Ko'ktürk davlatiga, Ko'ktürk xalqligiga tutishadigan bir atalg'u, siyosiy atalg'u. Va ikki yaqinki jumhuriyatlarimiz Sharq Turkiston jumhuriyati bo'lganligi uchun bu umumlashib qilib ketgan bir hukum bo'lganligi uchun Sharq Turkiston deyishimiz kerak. To'g'ri, rahmat. Pek yaxshi gap qildingiz. Bizningki manfaatimizga eng uyg'un kelgan atalg'u Sharq Turkiston. Buni biz hamma yerda deb turishimiz, takrorlab turishimiz va boshqalarga o'rgatishimiz kerak. Hargizmi la'natlik ismni, Xitoylar qo'yib bergan ismni ishlatmasligimiz kerak dedingiz. Ko'p rahmat. Endi hozircha hech bir Uyg'ur lideri Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga konkret va'da berib boqmagan. Sizning bunday bir ramkini buzganingiz bormi?
qandaq bir narsa sizni mustaqillikning bir tushli bo'lib qolmasdan balki amaldagi reallik ekanligiga ishontirdi. Hozircha siz degandek nurg'un bizningki mayli rahbarlarimiz bo'lsin, faoliyatchilarimiz bo'lsin, bunda va'dini qilolmadi. Turli sabablardan. Mayli o'zi ishonmaganlik uchun, eng muhimi o'zi ishonish kerak uningga. Men masalan va'da bera olmayman, chunki men ishonaman Sharq Turkiston yaqin kelgusida mustaqil bo'ladi. Nima uchun ishonaman? Chunki u zamin bizningki. Biri o. İkincisi bu biz bunda zulüm ko'ryapmiz, ishg'oliyat nima qilyapmiz. Haq bizning tarafda. Allohmu buningga vaqtlik nima qilmagan bilan Allohmu buningga ko'z yumib qo'ymaydi. Bizga albatta qutulishga, ya'ni fursatlarni beradi. Xuddi burun bergandek. Shuning uchun ishonaman. Mustaqilligimizni asli keltira oladiganligimizni. Biri o'zimiz ishonishimiz kerak, Allohga ishonishimiz kerak. Chunki u bizning zaminimiz. To'g'ri. Biz sizning haqqingiz. Her qandaq masalan tarixda nurg'un imperiyalar keldi, her qandaq zamonlar nurg'un imperiyalar qurildi, ammo ishg'oliyat qarshilik bo'lgan holatda ishg'olchilar u ishg'oliyatni uzun muddat nima qildirolmadi. Masalan, Sovetni yiqilmaydi dedi. Sovet eng qudratli davlatlardan birisi edi. G'arbiy Turkistondagi, O'rta Osiyodagi davlatni nima qildi, ammo ulumi ayğıda yıkıldı. Bizningki masalamizmi shu. O Xitoy biz qarshiliqimizdan voz kechmasak ham, biz davlatimizni asliga keltirish irodamizdan voz kechmasak ham va shu yerda turli bedellarni berishga ko'zimiz yetsa va shu bedellarni bersak, biz cho'qim mustaqil bo'lamiz. Chunki bu bo'lib hozirgi sharoitda hammanglar bilib ko'ryapsizlar. Xitoy kundan kun sari butun dunyoga afat bo'layotdi, bir tehdit bo'layotdi. Nurg'un davlatlar Xitoyni qanday joylasam bo'ladi deb bir fursat kutyapti. Sharq Turkiston Xitoy uchun eng ojiz nuqtada Sharq Turkiston. Biz buni xalqaroga tushundira olsak, xalqaroni bizga moyil qila olsak, biz cho'qim ularning yordami bilan, Allohning yordami bilan va o'zimizningki badal to'lashimiz bilan Sharq Turkistonni mustaqil qila olamiz yaqin kelgusida. Va buningga men va'da bera olaman. Agar xalqimiz umumiy xalqarodagi Sharq Turkistonlik tashkilotlar, rahbarlar, tashkilotlar, aktivistlar, avam xalq, ziyolilarimiz, baylarimiz bir hareket qila olsak, nishonimizni birla maqsad qilib qila olsak, kishilik huquq aqchi ko'kcha emas, davlatimni mustaqilligini asliga keltiraman deb, shuni birinchi nishonimiz, eng oxirgi nishonimiz emas, birinchi nishonimiz qilsak, undan keyin biz qutulamiz. Undan keyin xalqaroning yordami keladi, Allohning rahmati bilan aziz qarindoshlar. Aldı bilan biz o'zimiz ishonishimiz kerak. Davlatimizni mustaqil qilish uchun jonimizni, qinimizni, milimizni, barlig'imizni ataya olsak, undan keyin keladi. Birisi bizga mustaqillikni olasan, mustaqil bo'l deb tutqizib qo'ymaydi. Uningga badal to'lashimiz kerak. Biz xalq bizga uchun urushib beramikin? Yoki atogin Xitoy azroq bir demokratlashsa, bizga ish chaqirib demokratlashib, andan keyin bizga mustaqilligimizni Sovet parchalangandek biz nima qilamikin deb nima qilsak, tushib qilgandek ish bo'ladi-da. Chunki Xitoy u boshqa davlatlardek emas. Biz Xitoyninki atalmış demokratchilarni ko'rdik. Hammani ko'rdik to'g'rida. Nima dedi? Irqiy qirg'inchilik qilmadi. Bu tamamen yolg'on. Xitoy unda qilmadi. Xitoy irqiy qirg'inchilik qilmaydi. Uyg'urlar Xitoyga qirg'inchilik qildi. Uyg'urlarning davlati yo'qdi. Bu bizning zaminimiz. Aqsh deb atalmış Xitoy demokratchilari ham. Ba'zi aramizdagi munofiqlar shu bilan o'tirib ichib shuningki meynet pulu bilan milletimizni, davasımızı setayotganlarninki
жүрüvatkan bazı kısmı Xitaylar aşında Xitaylar. Olunki rahimçilik, insançilik, aşınçilik buludu. Biz urushmay turib, bizning vatanimiz mustaqil bo'lmaydi izqirında. Tinchlik bilan biz vatanimizni mustaqil qilolmaymiz. U mumkin emas bo'lmaydigan ish. Biz buningga bedel to'lashimiz kerak. Shu bedel to'layoladigan oldi bilan irodani bildirishimiz kerak. Bo'lmasa nurg'un xalqarodagi nurg'un cho'ng davlatlar bor. Xitoy bilan bizdek bir biz sal tuz kerak bo'lgan bo'lsa bu millat. Ko'chaga bir namayişka 5-6 ming bayağı adam değil 50 adam emas az degende 1-2 ming dek çıqalıgan bolsak onun dikine endi malıga resmi yardım qilsak mal bedel to'laydigan yer kepto deb uli shinib onun diki yardım qiladi. Onun diki Allah'ımı şu bütün dünyadaki başka nimeligimi devletlerini bizge qartib beradi. Bizge bu fursatni keltirib beradi. Ve bu fursat pat yakındakiler qarindoshlar. Bu yakında biz mustaqil bo'lamiz. Shuning uchun tayyorlik qilishimiz kerak. Rahmat. Mustaqillik bedel bilan keldi. Vatan, davlat oldi bilan insonning qalbida qurilish kerak. Uningdan keyin bizning bedelimiz orqali vujudga kelish kerak. Biz buningki real ekanligi, amaliy ekanligiga ishonamiz. Salih efendimga rahmat. Hamda sizning Sharqiy Turkiston mustaqilligini asli keltirish va'dangizning amalga oshishi uchun sizningcha Sharqiy Turkistonning jamoati, kommunitida ichida qanday bir o'zgarish bo'lishiga ehtiyojlar? Bizlar nima ish qilishimiz kerak? Sharqiy Turkiston xalqi qanday bir o'zgarishga hozirlanish kerak yoki tayyorlik ko'rish kerak degan bir savol ekan. Eng birinci bayam deganimdek, eng birinci hammamiz birinci nishonimizni, oxirgi nishonimiz emas, birinci hayot mamatlik nishonimiz, mavjudligimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligidan boshqa narsa bizningki kishilik huquqimizni, diniy erkinligimizni, mavjudligimizni, örf-odatimizni, tilimizni, boshqa insondek yashashligimizni mevcut qilishimizni Sharqiy Turkiston, mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini asli keltirmay turib, bu aqmaydi, bu bo'lmaydi deb hammamiz har qanday tashkilotimiz o'xshash shuvarda o'tirib chiqishimiz kerak. Nishonimizni bir qilishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? Ziyolilarimiz dunyoning hamma yerida ziyolilarimiz bor. Jim yetib bordi. Amaliy yo'l ko'rsatadigan, maslahat qiladigan, bizga nurg'un maslahatchilarga ehtiyojimiz kerak. O'zimizning xalqimizni yetaklash uchun ziyolarimiz o'tirg'i chiqish kerakdi. Davlatimizning, hukumatimizning siyosatini, nimani belgilash uchun maslahat beradiganlar kerak. Aslında har qanday davlatningki hukumatlarda şu ziyolilar maslahat beradi hukumatga. Ba'zida hukumat u maslahat oladi, ba'zida olmaydi, ammo shuningki maslahatni doim so'rab turdi. Biz mu shunday qilishimiz kerak, ammo bizga maslahat beradigan ziyolilarimizning holi hamma sukutda. Bu millatni yetaklaydigan bu ziyolilarimiz, bir milliy inqilobni yetaklaydigan asli ziyolilar bo'lishi kerak. To'g'ri. Ziyolilar chiqib o'tirgan bu davoni yetaklash kerak. Bu mustaqillik, milliy mustaqillik harakatini ziyolilar qo'llash kerak. Shuni birinchi bo'lib yetaklash kerak. Undan keyin qolgan bizdek xalqlar agishishimiz kerak edi. Shu ziyolilar, shu iqtidorlik, mayli kim lider bo'lgan bo'lsa, hukumatimizningki shu liderimiz atrofida o'tirishib, shuni yetaklab, shuni padazlab, shuni yo'l ko'rsatib, şunu maslahat berip davasımızı xalqaro ve xalqimizni milliy mustaqillik yo'liga yetaklash kerak. Bu yolg'izdan fanniy ziyolimiz emas, mollalarimiz mu kim turib bordi. Masalan, mollalarimiz bu yerda ba'zida YouTube'da, Facebook'da ko'rib qolaman. Soqolni anda tarash kerak, tirnoqni manda ilish kerak. Manchi xotin alsang bo'ladi, manchi xotin alsang bo'lmaydi. Manda qilish kerak, anda qilish kerak deb ba'zi muhim zarur emas narsa temildi nima qiladi, ammo zarur narsa kelgan chaqda jimjit. Zarur nima? Davlatimiz agar sizlar diningizga haqiqatdan ulama, ziyolilar bo'lgan bo'lsanglar, haqiqatdan islom dinini kuyundigan ziyolilar bo'lsanglar,
Sizler aldı bilen devletini nim kılışınız gerek. Şarkı Türkistan devletini tüzdün aslı keltiriş için halkını şu yolga dini noktani yetekleşişinler gerek edi. Doğru. Olmasa sizlerinki ulama boğallıkını, sakalını kançılıkını tarsanlımı kuruk gap. Devlet olduğun kesse sizlerinki o dinini kanda qoğday alasınız. Dinimizni qoğday ala otamdık. Ya. 16 mingdan artık мәчеттен çıkıp etti. Hatta üleglerimizni mi defsenli kılıvatıdı. Kurallarının neçe milyonunu köydüydü. Onu kanda toxta alayımız. Devletimiz boğa vaqta. Devletimiz boğa vaqta kandak düşmenge kelse şunun kabul tura alayımız. Siz ziyalilerimiz, bu dini ulamalarımız en büyük hatanı kıldı. Öz vaqtida. Hazırdan tatip bu hatalık davamlaşıyordu. Mesela ben dinni o kadar yaxşı düşünüp ketmeyim. Ben ziyali emas. Ama benim okuğunumda aslında İslam zımınıga yani Şarkı Türkistan biz İslam zımını bu halkımızın asas kısmı Müslümanlar. Kapır erkanda tacavuzçı kirse ula aşı mollalar aşı ziyaliler ulamalar fatva verip halkını cihatga çakırık kılış gerek. Düşmenge takabul turuşka çakırık kılış gerek. Bütün ezeller Şarkı Türkistan'da düşman askeri çiğgen amanlam uruş ilanını kılış gerek idi. Bunu kılanmadık. Aksine yani hazır mı bunu kılanmavatımız. Bolup mu ör devletlerim turup yani halkımızı yetekleyenmevatudu. Dini cihattın mı? Bu dini mecburiyeti hem mühim mecburiyet bizimki nimemiz devletimizin aslı keltiriş. Çünkü devletimiz bizim hiç nimemiz bomba atkallıkını emmimiz kıravatımız. Dünyanın nereye basak yani şu sersandık sel yakşı keçip yükünüp arandı hayatımızı geçirivatımız. Bu hayat değil bu olsa. Özümüzün devletimiz olsa özümüzün devletimizde handek yaşayımız. Özümüzün devleti de dinimizni o tilimizni o, medeniyetimizni o, kimlikimizni o, emme nesimizni saklayalayımız ve kapalet kılalayımız. Şunun için bu ziyalilerimiz ki hem penni ziyalilerimiz hem dini ziyalilerimiz halkını bu yönde yetekleş gerek. Ve bu hükümet etrafında yığılış gerek. Hükümetimizni kollaşımız gerek. Üçüncüden baylarımız, iqtisadi bağlarımız nurgun bay iqtisadi bağ Uygurlu bağ, Şarkı Türkistanlıklı bağ. Meyli Otur Asya'da bolsun, meyli Türkiye'de bolsun, meyli garip devletlerde bolsun. Ula köpençilerimiz, bu baylarımızın köpençisi dağçı eleş üçün, yaki toy eleş üçün neçe milyon dolar hecleydi bir toyga. Yaki bir lüks maşin eleş üçün, yaki bir soğat kılış üçün, yaki bir başka nas üçün. Ama vatan milletinin dağdık kelgen çağda bula mecburiyetini ada kılmalıdır. Bir devletini kuruş üçün, bir devlet nasıl keltiriş üçün kısat gidiyor. Eğer adam terbiyeleyimiz desek, şu adam terbiyeleş için, okutuş için kısat gidiyor. Davasımızı halkara anlatımız desek, özümüzü anlatammagan takdirde çetelliklerini işe salıp anlatışımız gerek. Onun kısat gidiyor. Keyin vaqt kelgen çağda Şarkı Türkistan'ın azat kılış için, müstakillik için, köreş kılış için canımızı, kanımızı, melimizi birişimiz gerek ya. Kralını bir hak vermeydi o. Onun kısat gidiyor. Şu yönde biz iqtisadımızı vatanımızga bag'ishlashimiz kerak. Az deganda zaktimizni şu vatanning mustaqillik uchun qurbon qilishimiz kerak. İsrofchilikni to'xtatishimiz kerak. Bu vatanning ishg'oliyat ostida turayotsa, urug' tuqqanlaring turma deyotsa, och sing'illaring, anallaring, qizlaring bosqinchilik uchrayotsa, seninki lüks nimini öyle neçe milyon dolar toy heclep, onu kılışıp, bunu kılışının hiçbir ahmeti yok. Hiçbir faydası gelmeydi. Aksine üzerine şu tekimi nimege saladı. Çünkü Allah onun hesabını soraydı. Sana baylık bergen tutsan. Sen baylıkın bilen sen milletini kutqızmay nimiş kıldın deydi. Doğru. Hatta mesela Mongol bir hikayeni de bahsem. Mongollar mesela Hulagu Abbas
Abbasid xilafetini basqa vaqtda, Bag'dodni basqa vaqtda shu nimalarga shu Abbas'ninki sultanlarınınki boynuga altın bilan nimani töküp etdi. Çünkü karşılık bermedin dedi. Çünkü bu kadar baylıkın turup hiç kim degende bu baylık ne? Bu kadar altın kümüş ne? Hiç kim degende iğirtip mi bir neyzi kılıp ben karıştırgan bolsan ki sen nim kılmayım. Ben şu sana Allah'ın laneti, Allah'ın cezası dep Abbas'ın aşında veyran kıldı. Abbas halifetine. Bizim Allah'ın yedikimizin sıkıdı o. Sen imkaniyetin baturup, nim üçün vatanınga, nim üçün özününki qarindişinga, nim üçün özünün dövletin üçün heclemedin. Dep bunun hesabı buludu. Şunun için biz baylarımız mı az degende hiç ne açıklamasa zaktini şu vatanınki, dövletimizin müstakillik için atış gerek. Onun deyken biz pulumuz boğan deyken, məbləğimiz boğan deyken, özümüzden adam çıkaramazsak mı chet ellik nesetip işgalip davasımızı altı alayımız, halkaralaştıra alayımız. Şunun için bu ulaniki mühim. Umumi halkның meselesi kelgen çağda her daim dep keliyotganımdık. Özümüzün kulumuzdan kelgen işini kılışımız gerek. Hammamiz hazır tor dünyasida, hammamiz tor tarafga atqanlaba, hammamiz hech narsa qilmasakmi, tor orqali, Twitter orqali, Facebook orqali dushmanimizga raddiya berib turishimiz kerak. Bu ishg'oliyatga, bu irqiy qirg'inchilikqa qarshi turganligimizni va biz hargizmi Sharq Turkistonning mustaqilligidan voz kechmaydiganligini bildirib turishimiz kerak. Ko'chalarda namoyish qilib turishimiz kerak. Qila oladiganimiz shu. Eng ojiz qiladigan ishimiz tehi. Va vaqt kelgan chog'da o'zimizni doim tayyorlab turishimiz kerak. Salomatlik jihatdan boshqa jihatdan. Chunki atogin u vatan o'zligidan ozod bo'lmaydi. Uningga burun 33-yildek, 44-yildek bizning ajdodlarimiz qandoq qon, jon, mol bedeli bilan vatanni mustaqil davlatimizni mustaqil qilgan bo'lsa, bizmi o'xshash shunda ishni qilishimiz kerak va shunga tayyorlanib turishimiz kerak. Chunki hozirgi vaziyat kunning kusri tizin o'zgaryapti. Balkim bugun balkim bir oydan keyin bo'lishi mumkin, balkim bir yildan keyin bo'lishi mumkin. Ammo yaqin kelgusida bizga fursat keladi. Bu fursatni kaçırıp koysak tamamen bu fırsat qaytadan kelmaydi. Tamamen özümüzningki milletimizni, devletimizni, özümüzningki yo'qolib ketishiga yo'l ochgan bo'lamiz siz qarindoshlar. Rahmat. Vatanni jon bilan, belimiz bilan, butun imkoniyatimiz bilan elishimiz kerak. Endi eng oxirgi savol, yoshlar har doim jamiyat va siyosiy o'zgarishlarningki katalizatori bo'lib kelyotidi. Siz mustaqillik uchun aktiv hissa qo'shmoqchi bo'lgan Sharqiy Turkiston yoshlarga qanday konkret harakat tashabbusingiz bor? Ularga nima demoqchisiz? Masalan, bo'libmi yoshlarimiz bo'libmi chet eldagi, vatan sirtidagi, surgundagi yoshlarimizningki muhim rol o'ynaydi. Chunki bular shu chet elning tillarida, shu o'qigan bilim kasblarida texmi yaxshi bizning da'voyimizni anlatalaydi. Chunki bizning maqsadimiz o'zimizga g'illama anlatish emas bu yerda. O'zimizga alsak o'zimiz dardimizni bilamiz. Demasakmi yana takrorlasam hammamiz o'zimizning dardimizni bilamiz. Ammo biz xalqarani mayil qilishimiz kerak. Xalqarani bizning tarafimizga tortishimiz kerak. Xalqaraga bizningki o'lmaganligimizni, bizningki fursat bo'lsa-ham o dushmanni Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqara oladiganligimizga har qanday badal to'lashga tayyor ekanligimizni har xil tillarda bildirishimiz kerak. Har xil imkoniyat vosita orqali bildirishimiz kerak. Shuning uchun yoshlar muhim. Bu masalaga kelgan chog'da til jihatdan, texnik jihatdan yoshlarningki qila oladigan masalan nurg'un yosh iqtidori bor shu video yasalaydi, nima resim sizalaydi yoki nima qilalaydi, so'z qobiliyati bor, maqola yozalaydi, dardimizni to'g'ri tuzgin shu chet ellikning tilida anglata oladi. Ish narsa qilinmagan taqdirdami shu
chet ellikning tilda mesela medium degan bir nima bor. Başka yerde ilan qilmasmi, o'zingizmi o chet ellikda shu Sharq Turkistonning dardini o'zingiz maqolangizni yozib e'lon qiling. O'qiydiganlar shu qaysi tilda bo'lsa, shu o'zingizningki yerlik tilingizda o'qiydiganlar chiqadi. Ko'rsatayotganlar bor. Biz xalqaroga qanchalik nima qila olsak, shunchalik tiz bo'ladi bizning ishimiz qarindoshlar. Va biz yoshlar yolg'izdan bu pul tepishning yo'lida nima qilib ketsak bo'lmaydi. Az deganda kunlik vaqtimizni, masalan biz yoshlar iqtisodiy jihatdan bo'lsin, yoki boshqa jihatdan bo'lsin, masalan yani qila olsak o'zimizningki da'vosimizga, yani qilishimizga az bo'lsinmi? Vaqtimizniki az deganda kunda 1 soat vaqtimizni vatanimizningki, davlatimizning davosini anglatish, mustaqillik davosini anglatish qilib sarf qilishimiz kerak. Biz tushunishimiz kerak, chunki biz yoshlar bu millatning kelgisi. Biz avlodlarimizga biz mush bo'libmi hozirgi davrdagi yoshlar, biz davlatimizni asliga keltiradigan yoshlar biz bo'lishimiz kerak. Biz bolalarimizga bu davoni qo'yib qoldigan davo qolmaydi agar bunda ketiversa, irqiy qirg'inchilik, bu ishg'oliyat bunda davomlashaversa, biz tamoman yo'qolamiz. Shuning uchun biz o'zimiz bilimizni bog'lab, biz shu men vatanim uchun, mustaqillik uchun qo'limdan keladigan harakatlarni qilaman deb o'zimizga va'da berishimiz kerak va qila oladigan harakatlarimizni qilib turishimiz kerak. O'zimizni tayyor tutishimiz kerak. Bilimlarni egallashimiz kerak. Bilim egallash uchun illa hozir torjatning nurg'un bilimni egallab olg'il bo'ldi. Vaqtimizni uyan tomoshaga emas, davlatimizning kelgusi uchun mustaqilligimizni qanday asliga keltiraman, qanday asli qo'shalayman. Kelgusida 5 yildan keyin mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyeti qaytadan asli mustaqillik asliga keltirilsa, men u cumhuriyetimizga, u davlatimizga qanday xizmatda bo'lib vatanimni gullantira olayman deb u yo'llarda o'ylanib, harakat qilib o'zimizni tayyorlashimiz kerak. Chunki mustaqilligimizni akib bo'lgandan keyinmi davlatning boshqarishi, u davlatning mustaqilligimizni tutish masalasini ba'zi qarindoshlar. Uni o'ylashimiz kerak. Biz bu chet elga biz bu yerda o'yin o'ynash uchun yoki yaxshi turmush kechish uchun kirmadik. Buni tushunishimiz kerak. Biz Oshadagi necha million, 30-40 million xalqimizningki qon bedeli bilan turibmiz bu yerda. Ularninki Alloh shu bizga bu fursatni berdi. Bu fursatni biz foydalanishimiz kerak. 30-40 million insondan biz tanlanib qoldik deyishimiz kerak. Alloh meni tanladi, mush vazifaga meni tanladi deb o'zimizga bu nimani shakllantirishimiz kerak. Mas'uliyatchan bo'lishimiz kerak. Chunki bizniki mavjudligimizni saqlab qoladigan, agar kelgusidagi avlodlarimiz Uyg'ur bo'lib qolsin desak, musulmon bo'lib qolsin desak, biz davlatimizning mustaqilligini aslo keltirmay boshqa yo'l yo'q ekanligini va birinchi qiladigan ishimiz mushu yo'lda o'tishimiz ekanligini kallamizni sanimizni tutib shuning qarta harakat qilishimiz kerak. Qo'limizdan qanday ish kelsa, az bo'lsin, kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, qila oladiganimizni qilishimiz kerak. Chunki Alloh qila oladiganimizdan hisob so'raydi, qilmagandan so'maydi. Va biz shu qila oladiganimizdan hisob beramiz, qilmaganimizdan emas. Balki qilmaydi, qo'limizdan kelmaydigan ishlar emas. Imkoniyatimiz bor turib qilmasak, biz o'zimizningki, xalqimizningki qirilib ketishiga as qo'shgan bo'lib qolamiz. Rahmat. To'g'ri, to'liq inchik javob berdingiz. Yoshlar bizning kelgusimiz, yoshlar vatanimizning kelgusi, mustaqil davlatimizning kelgusi. Endi vatan davosida bir siyosiy prinsip bo'lishi kerak. Qo'ldan ketkizib qo'ygan davlatimizning mustaqilligini asliga keltirish bizning prinsipimizdir. Birdan-bir prinsipimiz. Bu nuqtada har qanday kelishim bo'lmaydi, bu nuqtadan yenish bo'lmaydi. Agar biz kichikgina aqlimizni ishlatib qarab baqsak, vatan deb da'vo qilayotgan ziyolilarimizni, yuzi cho'ng arboblarimizni ko'ramiz. Ular gapni yuqori salofat bilan chiroyli qiladi, yurak erib ketadi. Ammo nemishqikin mustaqillik degan yerga kelganda til tutilib qoladi. Sharq Turkiston surgun hukumatiga hujum qilishga kelganda ajoyib ichilib, yeyilib, sayrishib ketadi. Demak, ish o'tirda aniq turibdi.
Kim vatan için, kim çontek için. Mustaqillik bizning haqqimiz. Kim bizning bu haqqimizga xiyonat qildi ekan, u vatanning dushmanidir. Endi vatanning satqidek yeri qolmadi. Haqqimiz uchun, adolat uchun, Alloh rizosi uchun dasturayli qarindoshlar. Rahmat Salih Xudoyor afandim. Kelar qitimliq programmamiz to'rda yana o'z vaqtida e'lon bo'ladi. Hammanglarning mush vaqti xayrli bo'lg'ay. Xayr xo'sh.